Assalomu alaykum hurmatli anjuman ishtirokchilari, qadrli mehmonlar va ilmiy jamoatchilik vakillari. Sizlarni ta'lim jarayoni subyektlarida inklyuziv madaniyatni rivojlantirishga oid xalqaro tajribalar, muammolar va yechimlar mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumanda ko'rganimizdan mamnunmiz. Konferensiyamizni ochish uchun so'z Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti direktori, pedagogika fanlari doktori akademik Xolboy Ibragimovichga. Bugungi inklyuziv ta'limga bag'ishlangan xalqaro konferensiyamizni mana doktorantlarimiz ochib berdilar. Chunki bitta narsasi moderatorlarimiz inklyuziv ta'lim hozir juda katta problemaga aylandi. Buni demak prezidentimiz yechimini topib, uje eng asosiysi qarang konstitutsiyaga kiritdilar. Alohida sinfda men deydi mahallam bilan borayotgan bola bilan 학생들을 행복하게 만들고 나라를 발전시킵니다. Hurmatli prezidentimiz ham bunga juda ham katta e'tibor bergani bu konstitutsiyaga, ta'lim qonuniga va barcha o'zlari prezident qarorlarida qayerda bo'lsa og'zaki demak chiqishlarida ham inklyuziv ta'lim birinchi o'rinda turib e'tibor beradilar. И развитие этих пяти сфер, они целостно. Mashhur notiq Rahimboy Jumaniyozov. İnklyuziv muhit bu davlatimizni humanistik mohiyatini, insonparvarlik tamoyillarini anglatuvchi mezon. Hozirgina Xolboy Ibragimovich mana yangi tahrirdagi konstitutsiya bilan bog'liq holda 50-moddaga e'tibor qildilar va aytdilar. Va alohida kiritilgan inklyuziv ta'lim. Bugungi inklyuziv ta'lim bo'yicha o'tkazilayotgan xalqaro konferensiya men o'ylaymanki juda katta bir tavsiyalarga, katta bir narsalarni maktabga, bog'chaga, qayerda inklyuziv ta'limga muhtoj bo'lgan bolalar bo'lsa, shularning kelajagini o'ylagan holatda tavsiyalar ishlab chiqmoqchimiz. Ularga qanday ta'sir qilish kerak? Inklyuziv ta'limda bir narsa bor. Endi u bola shunday dunyoga keldi degan narsa bilan uni tashlab qo'yish u noto'g'ri. Chunki uni bilan shug'ullanish uchun nimalarga? Psixofiziologik holatlarga e'tibor berish kerak. Buning uchun bizda defektologlarimiz, logopedlarimiz, psixologlarimiz, pedagoglarimiz shug'ullanishi kerak. Yana nima desa, ikkita narsani yoddan, ularda ikkita narsa juda kuchli rivojlanishi kerak bo'ladi. Birinchisi sezgi, ikkinchisi idrok. Sezgi ma'lum bir qismlarini aks ettiradi, idrok to'lig'incha aks ettiradi. Buning uchun maxsus odamlar farzandlarimiz bilan ishlaydi. Shuning uchun konstitutsiyamizga prezidentimiz inklyuziv ta'limni kirgizdilar. Endi bu yerda yozib qo'yiblar, har qanday odam bilim olishga ega. Demak, u nogiron bo'lib tug'ildi deb biz uni kamsitishga haqqimiz yo'q. Men yangita dokladimda ham aytdim. 4 ta prinsipi bor. Shu prinsiplarni ochib berishimiz kerak farzandlar. Bu prinsiplardan bittasi qo'pol bo'lmaslik dedim. Bolaga nisbatan sen shunaqasan deb aytib kamsitishga, uning uchun qaysidir ma'noda noto'g'ri gapirganliklari uchun javob beradi. Demak biz pedagoglar, biz psixologlar oldin o'zimizni tarbiyalab bolaga kirishimiz kerak. Bugungi konferensiya juda ham dolzarb masalaga bag'ishlangan. Demak, bu inklyuziv ta'lim, inklyuziv sharoitida inklyuziv madaniyat shakllantirish va bu konferensiya Tarbiya pedagogikasi instituti tomonidan tashkil qilingani meni juda ham quvontiradi. Chunki bu yerda ilmiy tadqiqot institut va ilmiy tadqiqot institutida aynan mana shu inklyuziv ta'limni ilmiy tadqiqot, ilmiy metodik, ilmiy tashkiliy tomonlarni rivojlantirsa, demak mana shu bitta biz oldimizda turgan vazifasi bu inklyuziv ta'limni demak keng ommaga jalb etish, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va aynan mana shu o'quv metodik ta'minotini ta'minlashga bag'ishlagan deb o'ylayman. Shuning uchun bu juda ham dolzarb masala va bugungi
ko'p o'tirgan yosh ilmiy xodimlar albatta inklyuziv ta'limda yanada chuqurroq tushunishib oladi. Yanada demak shu inklyuziv ta'limni muammolari va uni yechimi. Muammosiz hech narsa bo'lmaydi. Lekin yechimini topish bu albatta insonlarga, ilmiy xodimlarga, rahbarlarga bog'liq. Meni quvontirgan, men juda ham o'z prezidentimizdan juda ham xursandman, chunki ulargina mana shu inklyuziv ta'limga o'zlarini qaratdilar va konstitutsiyaga, ta'lim qonuniga va har bir prezident qarorida mana shu inklyuziv ta'lim bor. Bugungi konferensiyada inklyuziv ta'lim demak O'zbekistonda joriy etilishi va unda erishilayotgan yutuqlar, strategiyalar haqida ko'pgina ma'ruzalar bilan yetuk olimlarimiz, professor, akademiklarimiz ishtirok etishmoqda. Shu qatorda men ham o'zimni bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv madaniyatni tarbiyalash, nazariya va amaliyotni mavzusidagi ma'ruzam bilan ishtirok etdim. Bu konferensiyada inklyuziv madaniyatni bo'lajak o'qituvchilarda rivojlantirishni dolzarbligi, bugungi kunda demak kadrlar tayyorlashda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni ta'lim jarayoniga jalb etishdagi muammolar, to'siqlar hamda amalga oshirilishi zarur bo'lgan bugungi kundagi dolzarb muammolar va vazifalar haqida to'xtalib o'tdim. Inklyuziv ta'lim faqatgina umumta'lim maktablarda emas, bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida, mahallalarda, oliy ta'lim muassasalarida ham joriy etilmoqda. O'zbekistonda ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda, lekin bugungi kunda kadrlar masalasida bo'lajak o'qituvchilarni demak kompetent mutaxassislar qilib tarbiyalash borasida ko'pgina muhim vazifalar amalga oshirilishi talab etilmoqda. Shu qatorda SEL metodikalari, ya'ni ijtimoiy emotsional ta'lim metodikalarini joriy etish, bu bilan o'quvchi va o'qituvchilarda ijtimoiy emotsional intellektni rivojlantirish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish dolzarb hisoblanadi. Tushunchasini hali ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, birinchi omillar bu psixolog omil hisoblanadi. Yodgorbek Zokijonov taklif etsa, demak, hozirgi kunda, aynan hozirgi kundagina agar aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda respublikamizdagi eng yosh ammo savlatli loyihalardan biri mutolaa loyihasida audio montajchi bo'lib faoliyat olib boraman. Bir bahor bo'lganda beqaror edi, dilga ishq qurganda beg'ubor edi, ul go'zal kulganda betakror edi, u olis 18 yoshimda edi. Topish kerak. Ham mana farzandlarimga, ana u farzandlarimni tarbiyalashga. Shuning uchun sizlarga kuch-quvvat, iymon, sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat. Bugun qo'shalar bayramlar majlislarda, tug'ilgan kunlar. Doktorantimiz mana bu yigit, молодец. Ana. Rahmat.